Eldor Shomurodov Turkiya to'purarlar poygasida yetakchilikni qo'lda ushlab turibdi. Turkiya Superligasining 12-turidan keyin to'purarlar bahsida jiddiy o'zgarishlar kuzatilmadi. Ammo bahs tobora qizib boryapti. Turning ilk uchrashuvida Genchler birligi va Istanbul Başakşehir o'zaro kurash olib bordi. Qat'iy raqobat ruhida kechgan bellashuvda o'zbekistonlik Eldor Shomurodov yana gol urib, shaxsiy hisobiga navbatdagisini qo'shdi. Biroq jamoasi 1-2 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Shunga qaramay Eldorning o'yini muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Uning barqaror formasi Başakşehirning asosiy umidini tashkil etadi. Jamoa chempionatda yuqori o'yinlar uchun kurashda qiyinchilikka duch kelayotgan bo'lsa-da, Shomurodovning to'purarlar ro'yxatida yetakchilar safida ekani muxlislar uchun yuksak faxr manbaidir. Ma'lumotlarga ko'ra, Başakşehir hozircha Superliganing eng kam gol urgan jamoalaridan biri bo'lib turibdi. Biroq Eldor bu holatga qaramasdan jamoasining 13 ta goldan 8 tasini o'zi kiritib, asli yetakchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shomurodov so'nggi 3 turda har safar raqib darvozasini ishg'ol etib, golli seriyasini uzaytirdi. Bu natija uni 8 ta gol bilan chempionat to'purarlar poygasida birinchi o'ringa olib chiqdi. Biroq uning yetakchiligi ko'pga cho'zilmadi. Trabzonspor forvardi Pol Onuachu ham Alanyasporga qarshi bahsda gol urib, o'z hisobini 8 taga yetkazdi. Shu tariqa to'purarlar bahsida ikki yetakchi bir xil natija bilan ketmoqda. Eldorning 8 golidan 7 tasi o'yin davomida, bittasi esa penaltidan urilgan bo'lsa, Onuachu 2 bor 11 metrlik jarima zarbasidan foydalangan. Bu jihatdan Eldorning ko'rsatkichi sof o'yin sifatida yuqori baholanmoqda. Turkiya Superligasining Oltin Butsa poygasi asosan shu ikki hujumchi o'rtasida kechayotgani aniq bo'lib qoldi. Shu bilan birga ularning orqasidan kelayotgan raqiblar ham kuchli. 6 tadan gol urgan yulduzlar orasida Galatasaray forvardi Mauro Icardi, Sevilyaning sobiq hujumchisi Yusuf En-Nesyri va Konyaspordan mahalliy hujumchi Umut Nayir bor. Qolgan to'purarlar esa bu haftada o'z hisoblariga qo'shimcha qila olishmadi. Ammo 5 ta gol bilan kuzatib kelayotgan bir necha o'yinchi Beşiktaşdan Rafa Silva, Fenerbahçe'dan Talisca va Samsunspordan Carlo Holse kelgusi turda yetakchilarga yaqinlashish imkoniyatiga ega bo'ladi.